Ko'pchilik aytyapti menga. Ha, aka deyapti. Qirg'iziston yopilganiga endi Surxondaryoning qo'ylariga qarayapsizmi? Endi ular yaxshi bo'lib qoldimi deyishyapti-da. Yo'q, hali ham Qirg'izistonning qo'ylari zo'r, lekin chegara yopilgandan keyin nima qilamiz? Endi odamlar aldanib qolmasligi uchun Surxondaryoning yaxshi qo'ylarini olib kelmoqchimiz-da. Shuni hozir o'ylab turibmiz. Chegara rostdan ochilmasa, bosamiz, xudo xolisa. Surxondaryoning zo'r qo'ylariga harakat qilamiz. Hozircha bo'lsa, o'sha Qirg'izistonning Qo'zilidan olib kelgan, hozir mana Qo'chqor bo'lib qolgan qo'chqorlarimizni sotib oldik. Zangatadan bizani bir doimiy xaridorimiz kelishdi. Men to'g'risini hozir bunday qarab eslolmadim. Keyin hozir o'zlari eslatib yubordilar. Haqiqatda esdan chiqmaydigan bir voqea bo'ldi o'zi aslida. O'tgan yil 7-marta kelib, mana 1 yil o'tib turib, qo'rani yana to'ldirgani keldi deb, hozir mana Qirg'izistondan qo'ylar kelmasligini bilib bo'lsa ham to'xtang, hozir qo'ylari bor ekan deb ketdilar. O'zlari mahalliy qo'ylari boqqanmisizlar? Bundan ham boqdim. O'zgarish qanaqa bo'ldi? 12 sal ko'proq yaxshiroq. Bu tezroq o'zgardimi? Ana ko'rdinglarmi? Baribir ham chegara yopilgan bo'lsa ham baribir ham haligi yurakka o'tirib qolgandek qirg'iz qo'ylari. Qaynim doim kelganda haligi bitta-ikkita olib turib o'ziga haligi tanlab olgan qo'ylar bordi, o'shalardan mana sotuvga chiqaruvdi, ayrimlarini o'shalarga baribir ham mana hozir 80 ming bo'lishiga qaramasdan hozir mana shundan bir 3 tasini chiqarmoqchilar. Xudo xolisa qani ko'rsating qaysi birlarini. 62 kilo. Ikkalasi birgalikda 129 kilo. Uchalasi birgalikda 189 kilo. Bir yil 1 oy oldin kelgan xaridorimiz bugun yana kelib turib, o'sha zotga sotiladiganlardan 80 mingdan olib ketdilar. Sizlar hali ham o'ylab o'tiribsizlarmi?